Vaqt boshqarish, kundalik ishlarni darajaga ayirib bir taraf qilish usuli. Avtori Brian Tracy. Eskartish. Asarda tilga ilingan bir insonning paqa kundalik hayotdagi eng muhim ishini ko'rsatadi. Har vaqt ABCDE metodini qo'llaning. Muvaffaqiyatning tunji qoidasi zihnini markazlashtirish. Ya'ni barliq zihningizni bir nuqtaga markazlashtirib, andan o'ng so'lga qaramasdan shu nuqtaga qarab ilgirlashtir. William Massives. Bir ishni boshlashdan ilgari planlashga va muhim kun tartiblarni belgilashga qancha ko'p zihniy mablag' solsangiz, shuncha muhim ishlarni qila olasiz va ularni shuncha tez tamomlay olasiz. Qilinmoqchi bo'lgan ish siz uchun qanchalik muhim bo'lsa, uni orqaga so'rmaslikka bo'lgan rag'batingizmi shu qadar kuchaydi va o'zingizni u ishga shuncha beg'ishlay olasiz. ABCDE metodi kun tartiblarini radga turg'izishda har kuni qo'llang'ili bo'ladigan unumlik metoddir. Bu metod shu qadar unumlik va oddiyki, u sizni o'z sohangizdagi eng unumdor va harakatchan insonlardan biriga aylantira oladi. Bu metodning kuchi uning oddiyligidan manbalangan. Bu metoddan foydalanish usuli tövandagidek. Ati qilishingiz kerak bo'lgan barliq ishlarni o'z ichiga olgan, moddalardan tarkib topgan bir tizimlik tayyorlang. Andan tunji ishni boshlashdan ilgari har moddani ABCDEdan iborat darajaga ayring. A daraja cho'qim qilishingiz shart bo'lgan intayin muhim ishlardir. Intayin muhim bir xaridor bilan ko'rishish yoki boshqaruvchingizning ijroiya hay'atlari yig'inida ishiltadigan dokladini tayyorlash degandek ishlar mushu darajaga tavadir. Agar A darajaga ayrilgan ishlaringiz birdan ko'p bo'lsa, ularni muhimlik tartibiga ko'ra A1, A2, A3 degandek shaklda tarmoq darajaga ayring. A1 sizning eng cho'ng va eng sat paqingizga vakillik qiladi. B daraja qilishga tegishlik, ammo nisbatan o'tir hal natija beradigan ishlaringizdir. Bu xizmat hayotingizdagi qumchaqlardir. Ya'ni bu darajadagi ishlardan birarsini qilmasangiz, bearam bo'lib, rahatsizlanishingiz mumkin. Ammo bular hargiz A darajadagi ishlardek muhim emas. Telefondagi ancha muhim bo'lmagan bir uchurga javob qaytarish yoki ilxatlaringizni tekshirish deganlar tipik B darajaga tava ishlardandir. Qoida shuki, qilinmagan A darajadagi ishdan biri turgan yerda B darajadagi ishlar bilan haplashmaslik kerak. Oldingizda yo'g'on paqidan biri turgan ahvolda qumchaqlarga diqqatingizni chechib yurmang. C darajadagi ishlar qilsangiz yaxshi bo'ladigan, ammo qilinish qilmasligi hech bir ishga ta'sir ko'rsatmaydigan ishlardir. Do'stlaringizga telefon qilish, xizmatdoshingiz bilan qahva ichish yoki tamoq yeyish, ishdan sirtqi vaqtlarda shaxsiy masalalarni hal qilish qatorliqlar mushu turga tava. Bu turdagi ishlarning xizmat hayotingizga hech bir ta'siri yo'q. D darajadagi ishlar boshqalarga topshirishga tegishli ishlardir. Bu jihatdagi qoida shuki, faqat sizlar hal qila oladigan A darajadagi ishlar uchun ko'proq vaqt ajrata olishingiz uchun boshqalarga qila oladigan ishlarni shularga topshirishingiz kerak. E darajadagi ishlar xizmatingizga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydiganligi sababli tamoman bir chetga qayirib qo'yilishi kerak bo'lgan ishlardir. Bular bir mahal ancha muncha ahamiyatga ega bo'lgan, ammo navbatda na siz uchun, na boshqalar uchun hech bir ahamiyati bo'lmagan ishlardir. Ko'nib qolganlikdan yoki ish pushqingizni chiqarish uchun qilib kelgan ishlaringiz shularning jumlasidandir. Tizimligingizni ABCDE metodi bo'yicha tartiblagandan keyin muhim ishlarni tez suratda hal qilishga tayyor bo'ldingiz degan gap. Bu metoddan unumlik foydalanishning usuli ishni A1dan boshlab, shu ishni chidam bilan davomlashtirishga odatlanishdir. Irodangizni navbat qila oladigan eng muhim ishga va uni hal qilishga markazlashtiring. Paqini butunlay yeviting va uni tamoman hazm qilmay turib to'xtab qolmang. Xizmat tizimligingiz haqida o'ylanish, uni
tahlil qilish va shu orqali bir darajalik ishlarni belgilash qobiliyatingiz texmi yuksak muvaffaqiyatlarga erishishingizga va o'zingizga bo'lgan ishonchingizni texmi kuchaytirishingizga turtki bo'ladi. Zihningizni bir darajalik ishlarga, ya'ni eng muhim faoliyatlaringizga yoki eng cho'ng paqingizga markazlashtirishga odatlangan siri o'zingizning atrofingizdagi har qanday 2-3 kishilik guruhidinmi ko'p ishlarni vujudga chiqarganligingizni bayqaysiz. U paqini yeviting. Darhol xizmat tizimligingizni ko'zdan kechiring va har bir ish faoliyatingizni baholab ABCDE harflari bo'yicha darajaga ayring. A1 darajalik ishlaringizni belgilang va darhol shu ishga kirishing. Shundaqla shu ish tamomlanganga qadar boshqa hech bir ish bilan haplashmaslikka odatlaning. ABCDE metodini har kuni qo'llaning. Keyingi oylik ishlarni boshlashdan ilgari mushu metoddan foydalaning. Shundaq qilsangiz, uzoqqa bormayla eng muhim ishlarni belgilash va ularni tamomlash odatingiz yetiladi. U Paqini Yang nomli kitobdan Hikmatyor Ibrohim tarjima qildi. Manba Uyg'urlar Tor jurnalining 21 sonidan elindi.